ota qaridimi injiq bo'ladi, chidaysiz. Bittasi kelib menga aytayapti. Oldimga kirdi-da, qo'lida qimmat bir mashinani pul turibdi. Ustidagi kiyim ham falon pul, eng yaxshi brendlarda o'tiribdilar. Atirda zo'rini sepgan, eng qimmat o'qishda o'qiydi. Men otasi bilan qadrdonman. Kirib menga aytayaptiki, domla deydilar, otamga nasihat qilib qo'ying. Ha, nimaga nasihat qilaman? Juda injiq bo'lib ketdi. O'tirsak, o'poq tursak, so'poq, men bilan ham, xotinim bilan ham hammaga baqirgan, chaqirgan, shunaqa injiq gap ko'tarmaydi, shu yoqqa bo'lib ketdi. Siqilib ketyapman. Men aytdimki, bu mashinani o'zingiz oldingizmi? Yo otangiz olib berdimi? Ha, otam olib berdi. O'qishingizga kontraktingizni kim to'layapti?